Assalomu alaykum o'rtoqlar, hormanglar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Yaxshi ta'minlab olyapsizlarmi? Bugun 29-yanvar payshanba soat 3:13 bo'ldi. Sizlar bilan market tahlilini boshlaymiz. London Killzone'ga market tahlil qila olmadim, chunki ishlarim ko'payib ketdi. O'shanga bugun mana hozir New York Killzone'ni ochilishiga yaqin market tahlil qilmoqchiman. Xo'p, ko'rib turganinglar, bu dollari 1 oylik time frame'dagi holati. Nimaga oylik time frame ochgansiz degan savol berishingiz mumkin. Bunga sabab bugun 29 bo'lgan bo'lsa, demak bizda 2 kundan keyin fevral oyi boshlanadi, ya'ni yangi oy ochiladi, yangi oylik candle ochiladi. O'shaning hisobiga oylik time frame'da qanaqa yo'nalishdamiz, qaysi zonalarga narx yurishini kutsak bo'ladi, shunga o'xshagan narsalarga javob berishimiz kerak. Xo'p, men bu sell saytda esingizda bo'lsa, anchadan beri narxi mana shu sell saytga tushishiga kutib kelyapmiz. Anchadan beri, o'tgan yilda ham anaqa qilganman. Esingizda bo'lsa, market tahlillarini ko'rgan bo'lsanglar, o'tgan yildan beri mana shu sell saytga narx tushishi kerak deb anaqa qilganman. Fundamentalniy tarafdan qaraydigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, Amerikada qanaqa holatlar bo'lyapti. O'sha Amerika avtoritetni yo'qotyapti. O'shaning hisobiga dollar kuchlanishi, kuchsizlanishi bu, конечно, tabiiy hol. To'g'rimi? Mana shu sell saytga tushib, undan keyin polni mana pastdagi sell saytdagi ham o'sha mana bu sell saytdagi ham narxi tushib borish ehtimoli yo'q emas. Chunki Amerika ko'ryapsizlar qanaqa politikada, qanaqa holatlar bo'lib turayotganini. O'shaning hisobiga dollarning kuchsizlanishini to'g'risi ko'p anchadan beri kutib kelyapmiz. Xo'p, demak, hozirgi holat bo'yicha oylik time frame'da mana shu sell side zonada pastda, demak, bir-biriga yaqin bo'lgan minimum nuqtalar borligini hisobiga shu zonaga narx kelishini kutamiz. Narx, e'tibor bersangiz, mana bu yerda eski imbalans zona bor edi. Shu imbalans zonamiz narxi yaxshi reaksiya olib tepaga ko'tarib beruvdi, to'g'rimi? Mana bu pastga ketayotgan mana bu zonamiz ham, demak, shu imbalans zonadan boshlandi yurishi, to'g'rimi? Xo'p, demak, mana shu imbalans zonamizda yaxshi reaksiya olib bergan bo'lsa, o'z-o'zidan e'tibor bersangiz, mana bu yoqda narx, xo'p, 2025-yil minimumini уже yechdi. 2025-yil minimumi mana bu sentyabr oyida hosil bo'ldi, to'g'rimi? Sentyabr oyida hosil bo'lgan 2025-yil minimumi yechildi. Endi nimani kutsak bo'ladi degan savol beradigan bo'lsak, bu yoqda hozircha men to'g'risi bir muhim zona ko'rmayapman. Ya'ni narxi tepaga qaytarib beradigan mana bu zonalarda imbalans zonalar hammasi yopilgan. Конечно, pastdagi mana bu sell side narxi o'ziga chaqirish kerak. Iloji boricha maksimum darajada shu narxi o'ziga chaqirishni kutib turibman. Mana bu imbalans zonamiz bor ekan, eski imbalans zonamiz. E'tibor bersanglar, bu yoqda bu imbalans zonamiz narxi bir marta reaksiya olib, ikkinchisiga reaksiya olib, uchinchisiga mana hozir kelibdi, to'g'rimi? Bu imbalans zonamiz to'g'ri fevral oyini, ya'ni fevral oyini yangi candle ochiladigan bo'lsa, xuddi shu imbalans zona borligini hisobiga sal korreksiya ko'rishimiz mumkin tepaga, to'g'rimi? Mana bu zonalarga korreksiya ko'rib, o'sha oylik time frame'dagi fevral oyini maksimumini hosil qilib, keyin pastga qarab yana iloji boricha mana bu imbalans zonani pastida tanasi bilan yopilsa, unda keyin mana bu sell saytgacha tushib borish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. To'g'rimi? Chunki bu imbalans zonamiz hurmat qilinmagan bo'ladi, ya'ni narx ushlab bermagan bo'ladi. Lekin pastdagi mana bu sell side'imiz, mana bu sell side'imiz anchadan beri turgan bir-biriga yaqin minimum nuqtalar bo'lgani uchun bu sell side'ga narxi tushib borishi menimcha qiynalmasa kerak narx, ya'ni puls bilan tushib borish kerak. Narx unaqa konsolidatsiyaga tushib qolmasligi kerak, chunki konsolidatsiya уже bo'ldi mana bu o'rtoqlar. Mana esingizda bo'lsa, mana bu ko'rib turganingizdek konsolidatsiyani mana bu ko'rdik. To'g'rimi? Konsolidatsiya bo'ldi. Narx konsolidatsiyadan chiqib ketishdan oldin tepadagi mana bu konsolidatsiyani maksimumini mana e'tibor bersanglar, narx sweep qilib keyin ketyapti. Demak, tepadagi o'sha buy stoplarni yechildi, endi pastdagi sell stoplarni yechildi. Endi srazu pastga qarab tushib ketishga anaqa bor. Shans bor narxda. Endi bu ko'ramiz. Bu, конечно, garantiya degani emas, 100% shunday bo'ladi degani emas. Market ehtimoli. Xo'p. Haftalik time frame ga qaraydigan bo'lsak, bugun payshanba bo'lgani uchun bugun nima deydi? Bugun bilmadim to'g'risi nima kutsak bo'ladi, chunki kunlik time frame da bir deyarli yoki haftalik time frame da deyarli anaqa yo'q, chunki o'tgan yilda minimum nuqtasi уже yechilib bo'ldi, sell side'lar olindi. Endi sal ko'radigan bo'lsak, korreksiya ko'rishimiz mumkin, lekin asosiy trendimiz oylik time frame da bearish bo'lgani uchun, ya'ni tushuvchi trendda bo'lganimiz uchun hozircha nimadir deyishga to'g'risi boshim qotib turibdi. O'tgan safargi kunlik tahlilda mana bu imbalans zonada narxi ketishini kutdik. Xuddi shu imbalans zonadan ketdi narx pastga, to'g'rimi? Lekin men to'g'risi, meni kutishim bo'yicha mana bu imbalans zonalariga narx chiqishga o'zi shart emas deb kutyapman to'g'risi, chunki pastdagi sell side juda ham kuchli sell side bo'lgani uchun yana puls bilan
mana bu pastga tushib kelamiz menimcha deb o'ylayapman, yana bilmadim o'rtoqlar. No, hozircha bir aytarli nimadir yo'q to'g'risi dollarda. Agar kichkina time frameda nimadir bo'lmaydigan bo'lsa, mana 4 soatlikka e'tibor bersak, 4 soatlikda bu yoqda hop, mana buni bundoq oladigan bo'lsak, mana bu конечно men uchun buy side hisoblanadi, chunki bu yoqda ham bir-biriga yaqin bo'lgan maksimum nuqtalar va mana bu конечно konsolidatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Shu konsolidatsiya market maker buy model bilan narx tepaga chiqib, shuni swip qilib tepasini, undan keyin pastga qarab ketishi mumkin. Lekin uni ham hozircha kutishimiz kerak, chunki asosiy trendimiz o'sha tushish trendda bo'lgani uchun korreksiya bo'lishini kutib, keyin korreksiyadan keyin ishlasa yaxshi. Vaqtga korreksiya bo'larkanda buy ishlash menimcha sal opasniyroq bo'ladi. O'shaning uchun sal kutish kerak adashmasam. 1 soatlik time frame o'tib qaraydigan bo'lsak, 1 soatlik time frameda ko'rib turibsizlar, bugun soat 12:00 bo'lishi bilan soat 1-2 mana London kilzo ochilishi bilan 12:00 dagi minimumni narx yechibdi-da, keyin shu bilan tepaga qarab ketishga davom etibdi. Xo'p, okey. Menimcha mana bu turtle subdan keyin mana narxi tepaga ketganini ko'rganmiz, ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Turtle sub mana shu yerda bo'lib tepaga qarab ketibdi. To'g'risi hozircha men aniq bir yo'nalish ko'rmayapman. Agar tepadagi mana buy side'ga chiqish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, unda ko'rsak bo'ladi. Lekin hozircha nimadir deyish qiyin to'g'risi. Chunki kunlik time frame'da ham endi men ko'p paytdan beri CRT bilan ishlayapman, o'rtoqlar, esingizda bo'lsa. O'shanga CRT bo'yicha to'g'risi hozir men setup ko'rmayapman dollarda. Yo'nalish ko'rmayapman. Bitta mana turtle sub bo'yicha narx yurayotganini ko'rishimiz mumkin, lekin CRT bo'yicha nimadir deyish qiyin. O'shaning uchun hozircha nimadir demayman o'rtoqlar, lekin agar narx manga chiqib keladigan bo'lsa, keyin pastga qarab yana ketishini kutsak bo'ladi deb ayta olaman hozircha. Xo'p, Euro USD ga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Euro USD da ham xuddi o'sha dollardagi holat, no, prosta o'shaning teskarisi, ya'ni e'tibor bersanglar, Euro USD mana qaranglar. Endi dollar tushgani bilan, chunki dollar kuchsizlansa, конечно, yevro bu kuchlanadi, to'g'rimi? E'tibor bersanglar, hozir Grenlandiyada nimalar bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Trump Grenlandni, ya'ni Grenlandiyani sotib olaman, u yoq bu yoq deyapti. No, menimcha agar Yevropa Grenlandiyani Trumpga bermaydigan bo'lsa, o'z-o'zidan Amerikani anaqasi endi politikaga unaqa to'g'risi chuqur kirib ketmaganman, tushunmayman, lekin men o'ylashimcha agar Grenland Trumpga o'tmaydi, sotuvga qo'yapti, 600 milliard dollarga hozir offer qilgan, to'g'rimi? Sotib olaman deb. 600 milliard dollar. Endi Trumpda Amerikada faqat shu dollar bilan armiya qoldi-da, boshqa narsada anaqa emas u. O'shaning hisobiga yevro agar Grenlandiyani bermaydigan bo'lsa, mana shu zonaga chiqamiz deb o'ylayapman. O'zimcha yana hozir fundamentalniy trader yoqolmay. Lekin texnik tarafdan qarasangiz ham, texnik analizga qarasangiz ham, bu o'sha mana bu buy side'dagi narx chiqishi bu kerak narsa. Chunki anchadan beri kutib turgan zonalarimiz mana shu. Mana bu eski imbalans zonaga e'tibor bersangiz, mana bu yerda narxi shu imbalans zonamiz tepaga ko'tarib berganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu imbalans zonamizda mana ko'p marta reaksiya olgan va mana bu yerda yaxshi reaksiya olib tepaga qarab ketdi o'sha. Endi tepada eng bizga yaqin buy side zonamiz bu 3-maydagi 2021-yilni maksimumi hisoblanadi. 2021-yil maksimumi mana bu degan. To'g'rimi? Mana shu ikkita buy side'imiz biz uchun endi eng yaqin buy side hisoblanadi. Narxi to'g'risi korreksiya berishini kutmayapman men. Chunki korreksiya beradi deb o'ylamayapman to'g'risi. Endi oylik time frame'da. Hop, haftalik time frame o'tib qaraydigan bo'lsak, haftalik time frame'da keyingi hafta korreksiya ko'rishimiz mumkin mana bu zonaga. Mana bu haftalik imbalans zonaga narx korreksiya berishi mumkin, chunki e'tibor bersangiz bu hafta narx ochilishi bilan sirasi tepaga qarab ketgan. Pastki manipulyatsiya bo'lmagan, o'shaning hisobiga keyingi hafta mana shu imbalans zonaga tushib, keyin mashdan ketsa kerak deb o'ylab turibman. Xo'p, kunlik time frame ga ham e'tibor beradigan bo'lsak, kunlik time frame ni ko'rishimiz mumkin. O'tgan hafta, ya'ni bu hafta deb aytsa ham bo'ladi. Mana o'tgan hafta payshanbadan boshlangan ekan, puls 22-yanvardan boshlab o'sha 27-yanvargacha, ya'ni 5 kun polni puls bo'lgan, to'g'rimi? Puls. Endi o'shaning uchun mapdagi qolib ketgan imbalans zonalarga menimcha narx tushishi kerak. O'sha tushishni ham boshladi deb o'ylayapman, to'g'risi, chunki e'tibor bersanglar, chorshanba kunimiz
seshanba kunni rangeini ichida qolib ketdi, ya'ni range ichida yopildi. Agar bugun misol uchun payshanba kunimiz, agar mana bu seshanba chorshanba kunimizni minimumini tagida tanasi bilan yopiladigan bo'lsa, unda juma kunni men yana pastroqqa tushishini menimcha kutsa kerak. Hozirgi holat bo'yichada shunaqa beryapti. Xo'p, 4 soatli time frame ga e'tibor beradigan bo'lsak, 4 soatli time frame da nima gaplar? 4 soatlida yevroda o'sha mana bu to'rtosub, okey, mana bu narsa ekan. Hozircha yevroda to'g'risi nimadir deyish qiyin. Mana bu inbound zonaga xuddi dollarga o'xshagan holatda o'rtoqlar bu yerda ham. Nimadir deyish qiyin, to'g'risi hech narsa ko'rmayapman hozircha. No, mana bu yerdagi inbound zonamiz hozir ushlab turibdi ekan, lekin men bu inbound zonani ushlab beradi deb o'ylamayapman to'g'risi. Ko'ramiz. Hozir aytganimdek, mana bu kunlik time frame da agar bugungi kunimiz mana bu sell side'ga tushib beradigan bo'lsa, unda juma kuni ertaga sell yana ketadi deb o'ylasak bo'ladi. Hozircha lekin aytarli nimadir yo'q. Xo'p. Bunda ham xuddi dollarga o'xshab mana 4 usub bo'lgan. To'g'rimi? 4 usub qilib ketibdi. Endi bu 4 usub bo'yicha oladigan bo'lsak, конечно, mana bu sell side bo'ladi bizga bugungi. Bugun soat 8:30 da New York vaqti bilan, Toshkent vaqti bilan 18:30 da unemployment claims bor, ya'ni red qizil papkadagi yangiligimiz bor. O'sha yangilikda balki pastga tushib qolar narx. Ko'ramiz o'rtoqlar, nimadir deyish hozircha qiyin. Hop, endi goldga e'tibor beradigan bo'lsak, goldda esingizda bo'lsa, kecha kunlik tahlilda aytgandim. Qaysi ma'lumotda? Mana shu adashmasam ham. Mana shu CRT ni kecha Telegramda berdim. Mana shu CRT bo'ladi o'rtoqlar, buy qilsak bo'ladi deb. Afsuski kecha Tradewait'da narx aniq ishlamay qolib, menimcha ko'rdinglar, futuresda ishlaydiganlar. Tradeweight ishlamay qoldi, o'shaning hisobiga ochilgan pozitsiyalar mana qilib yo'q olmasdan qoldik. Ochganimizda ham to'g'risi stop loss urar ekan, chunki men mana 5 minutlik time frame ga tushsak, mana bu zonada men turdim to'g'risi mana. Mana bu pozitsiyani ochuvdim. Ochmoqchi edim deganim. Mana qaranglar. Stop lossimizni urib, mana sweep qilib, keyin tepaga qarab ketdi. Ketar ekan, agar ochganimizda, endi balki oranglarda ochgandirsizlar, chunki Telegramda o'sha buy qilsak bo'ladi, tepaga ketish kerak gold deb analiz bergan edim, to'g'ri? Mana ko'rib turibsizlar, narx srazu FOMC chiqqandan keyin o'sha narx tepaga qarab ketishni boshlagan. Endi hozircha goldga to'g'risi analiz qilishga kunlik time frame da odam qo'rqib ham qoldi, mana qarang. Polni birorta qora anaqa yo'q, candle yo'q. Har kuni narx o'syapti goldda. Ajoyib. 4 soatli time frame ni endi trend bilan yuramiz-da o'rtoqlar. Nima qilamiz boshqa? Mana 4 soatlikda bugun CRT bor ekan. Mana hozircha mana CRT bo'yicha yurib turamiz endi. Kunlik time frame ga qarshi chiqmaslik kerak. Goldda o'zi narxi oshayotgan narsani narxi tushirishga harakat qilmaslik kerak. Narx bo'yicha yurish kerak endi. 15 minutlik time frame da mana 4 soatli CRT'miz tasdiq berganmi yo'qmi qarasak, hozircha hali tasdiq bermabdi o'rtoqlar. Ya'ni model 1 hali bo'lgani yo'q. Mana model 1 mamta bo'ladi. Trend o'zgargani yo'q degani. 4 soatlik inbound zonamiz ushlab beradimi yo'qmi hali aniq emas. Lekin agar mana shu model 1 mana mamta tanasi bilan tepada yopilib, keyin bizga 4 usub beradigan bo'lsa, unda buy pozitsiya qiziq ko'rsa bo'ladi goldda. Hozircha mana shu to'g'risi bir qiziqarli nimadir yo'q bunda ham. Xo'p, Nasdaqga qaraymiz. Nasdaqga e'tibor beradigan bo'lsak, kunlik time frame da Nasdaqda kecha ham savdo bo'lmadi. Kecha o'sha hozir aytganimdek Tradewait'da muammo bo'lib qoldi, o'shaning uchun savdo qilinmadi. E'tibor bersanglar, kunlik time frame da mana bu inbound zonamizdan narx reaksiya olib, endi mana bu tepadagi buy side'ga chiqib borishi ehtimoli juda ham katta, chunki pastda juda ham 4 usublar ko'p bo'ladi. 4 usub, hamma joy 4 usub. Ya'ni sell side'larni narx o'sha yechib boryapti buy side'ga chiqish uchun. Endi bu inbound zonamiz to'g'ri hozircha mana shu turadi, hech qanaqa rol o'ynamaydi. Narxi bu inbound zonamiz pastga tushirib yuboradi deb sell pozitsiya qidirmaymiz.
Hop, 4 soatlik time frame ga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 4 soatlik time frameda mana bu eski imbalans zonamizni o'tgan kungi anaqada sizlar bilan market tahlilida sizlar bilan tushuntirib berdim nimaga bu imbalans zonani olayotganimni va e'tibor bersanglar, kechadan beri shu imbalans zonadan turibdi. Ya'ni shu imbalans zonamiz endi narx tepaga qarab ko'tarib berish kerak. Bugun xudo xolasa buy pozitsiya qidirib ko'ramiz Nasdaqda. Mana shu imbalans zona narxi tepaga ko'tarib berish kerak deb 1 soatlik time frame ga o'tsak, to'rtta sub bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni narx mana to'rtta sub anchadan beri bo'lib kelyapti Nasdaqda. Mana e'tibor bersanglar. Ya'ni narx tepaga ketish uchun sell side'larni yechyapti-da, to'g'rimi? Narx continuation purge qilyapti. Mana continuation purge, continuation purge, continuation purge, continuation purge, continuation purge. O'sha ketyapti tepaga qarab. O'shani hisobiga endi bugun ham xudo xolasa, mana bu endi to'rtta subimiz tasdiqlanganini hisobiga, mana bu to'rtta sub tasdiqlanganini hisobiga, mana bu tasdiqlangan mana. Bugun mana bu zonalardan buy qidiramiz-da endi. Juda ham chiroyli buy setup berish kerak, xudo xolasa. Hozircha mana bu imbalans zonamiz menga qiziq turibdi. E'tibor bersanglar, bu imbalans zonamiz mana bu imbalans zonamiz bilan bir xil aniq qilyapti. Bu yaxshi signal degani. Va bizda 1 soatlik time frame'da mana bu CRT chamiz hosil bo'layotganga o'xshaydi. 30 minutdan keyin yangi candle 1 soatlik ochiladigan bo'lsa, ko'ramiz qanaqa holat bo'layotganini. 5 minutlik time frame'ga mana tushib qaraydigan bo'lsak, bizda model 1 bor. Model 1 mana bu deb oladigan bo'lsak, просто model 1 o'zidan savdoga kirish конечно to'g'ri kelmaydi. Bizga to'rtta sub kerak. To'rtta sub xudo xolasa 3-candle ochilishda bo'ladi. Hozir mana e'tibor bersanglar, 1 soatlik time frame'da 3-candleimiz hali ochilgani yo'q. Mana bu 2-candleimiz 29 minutdan keyin mana shu range ichida yopiladigan bo'lsa, mana bu imbalans zonamiz usha beradi deb olib buy pozitsiya qidirib ko'rsak bo'ladi. Birinchi eng yaqin targetimiz mana bu bo'ladi menga. Bugunga mana shu bo'ladi. Endi pulsga qarab, agar puls yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mana bu tepadagi buy side'ga narxni olib chiqishga harakat qilsa bo'ladi. Eblasa bo'ladigan vaziyatga o'xshab turibdi mana shu zonalar, to'g'risi. Ko'ramiz. 4 soatlik time frame'da ham o'sha mana bu imbalans zonamiz ichida turgani bizga bitta tasdiq bo'ladi. Narxi tepaga qarab jo'natib yuborishga iloji bor zonada turibdi. Xo'p, 15 minutlik time frame'da ham bundoq qaraydigan bo'lsak, 15 minutlikda kechagi imbalans zonalarimiz mana bu e'tibor bersangiz, eski mana bu 15 minutlik imbalans zonamiz kecha yaxshi reaksiya olyapti narx, mana shu ko'ryapsizlar. Va narx mana shu imbalans zonaning narxi keldi. Tanasi bilan tepada yopildi. Bu bizga yaxshi signal berish kerak. Ya'ni narx mana shundan tepaga qarab ketishga tayyor уже degan signalni berish kerak. Mana bu yerda swing nuqtamizni 4 sub qilgan. Bu ham bizga yaxshi signal. To'g'rimi? Hop, 5 minutlik time frame'da endi mana bu yerda e'tibor bersanglar, 1 soatlik endi risk qilaman degan odam to'g'risi hozir mana shu dozada sell buy ochib qo'ysa ham bo'ladigan holat, agar model 1 o'zidan kirmoqchi bo'lganligida bundoq qilib 1 ga 5. No, lekin to'g'risi men market ochilishidan oldin kirmoqchi emasman, to'g'risi. 8:30 da yangilik bor. 8:30 da yangilik o'tib ketgandan keyin kirish planim, chunki unemployment claims bilib bo'lmaydi qanaqa reaksiya beradi market. No, hozircha lekin yaxshi price actionga o'xshab turibdi. Ko'rish kerak. 1 minutlik time frame ga o'tib qarasak, 1 minutlik time frame'da narx chiqib ketish yoqmayapti. No, menimcha chiqib keta oladi deb o'ylayapman, to'g'risi. No, men bundoq qilib boradigan bo'lsak, mana sweep va bizda imbalans zona. To'g'rimi? Narx imbalans zonaga kelgan. Imbalans zonadan keyin mana order blokka narx keldi. Agar mana shu order blokda mana bu candledan tepasida tanasi bilan yopiladigan bo'lsa, ana o'shanda order blokimiz ishlab berdi deb mana shu mountdan order blokni mountiga qo'yib qiziq ko'rsa bo'ladi, lekin qiziq ko'rsa bo'ladigan vaziyatda turibdi men uchun, to'g'risi. Bundoq qilib no, ko'ramiz o'rtoqlar. Shunaqa gaplar, foydali nimadir oldinglar degan umiddaman. Doimgidek
Propshot kerak bo'ladigan bo'lsa, men ishlayotgan firmalarni mana shu video tagiga qo'yib qo'yganman. Bemalol o'tib ishlasanglar bo'ladi. Futures, CFD farqi yo'q. Savolinglar bo'ladigan bo'lsa yozinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Charchamanglar, ishinglarga omad, kuninglar yaxshi o'tsin.